Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men hozir Janva ko'li bo'yidagi ustunroq yerda unda ko'rsanglar jiraqdan Janva fontanini ko'ra olasizlar. Andin toza quyosh petayotgan go'zal bir chaq. Mana shu go'zal manzarada dangliq olimimiz marhum Abdushukur Muhammad Eminning Arifnoma nomli asrini davomlashtirib o'qib beraman. Danışmanlık derdi. Fani ve baqi ibarları yo'qolib berayotgan ve mengü mevcut bo'ladigan ikki sifat, ikki dunyo ma'nosida to'laroq diniy kosmologiyalik tus elib oldi. Zahir ve batın ibarları ko'rinadigan surat ve ko'rinmas ishki mohiyat ma'nosida to'laroq diniy bilish nazariyasi qiyofatiga kirib oldi. Madda ve şekil ibarları Aristotel'dan başlap muqarrar mevcudiyet bilen onun halet, eraz, görünüş almashtırışını ifadeleştin, bir domlapla mezmun ve şekil kategorisiga ötüp ketdi. İnsanın özlük arifliqidan ilgiriki ve keyinki makamını nemedegilik? Cahil ve fazıl ibarlarımı medeniyetke qartilgan tarihi ma'niga band qilindi. Danışman, bilimdan, aql, oldin bilguchi ve rahnoma sahibi ma'nosida uzundan hamma xalqlar muboraklaydigan nurani nom. Her davrning danışmanlari bo'lgan. O yuqoridagi qurilmalarni mujassam ochiq qilib ko'tarilgan tafakkur quyoshi. Danışman ibarasi qandoq iste'mol qilinayotganligidan qat'iy nazar, danışman ulug' bishoratchidir. Danışman mayli munbarda, dar ostida, mayli sargardonlik dalasida bo'lsin, qo'lida yangi ufuqni ko'tarib turgan kohindir. Danışmanning ikki alqinini uch qilgan chig'iga qarab, uning alqanlarining ustidan insoniyatga atgan yangi haqiqat javohirining nur chaqnaydi. Uning alqanlarining ostidan uning shaxsiy hayot fojialaridan urg'ugan pak issiq qon tomchilaydi. U kanay sunallar bilan çoğkan kötürgen koçada neme kılsın? Onu naganlarda belkim feryatlar bilen yaş tökkenler arasında uçurta alışın mümkün. Danışmanlıkның derdi tola. Güzelim, her bir müşkil davanda sana emdi kal diyen edim ho. O hayatının saxta lezzetinden keçip onun hakiki azaplarında yaşaydı. O ömrünün kısqılıqını bilip keç gündüz tinimsiz ecir emgek kılıdı. O öz hayatıda teyyar aqidiler, ata miras qaraşlar, izchil rejilarga çoqunmaydı. Belki qayta muamele kılıdı. O öz hayatıda qayta uyg'onadi. İkinci başlanış yasaydı. O bir asilik, isyankarlıqdır. Sakyamuni şahsadlikdan buddihlikqa, Muhammed aleyhisselam gayri musulmonlikdan müminlikka o'tgan. Mansur Hallajimi odatdagi kalam ta'limotidan anal haqqa o'tdi. Danışmanlarning qaysi biri tovar durdullar ustidan haqiqat durdanlarni tepishgan. U oldin bilib, oldin o'yg'ang'ashqa qalbi haqiqat, lafzi adolat o'tida kuyib, kishilar bilgan omadlarning illatlikini ig'izdan chiqarishdan ayminib, sukunat ichida nafrat va
xayrixohlik ichida yashaydi. Uyg'otmoq haqiqatan eg'ir ish, chunki u har ikki tarafni bearam qiladi. U sirdoshga tashna, ruhiy terak muakkalga tashna, haqiqiy qalb soyisiga tashna holda xato obrazlantirishlar, rashik haqoratlar ichida ma'naviy tanholik azobini chekadi. U go'yo to'xu fermasiga kirib qolgandek o'z qo'lidagi uncha javharlarni to'xularning tinimsiz tepib tashlab saman paxallar orasidan dantalishib yeyishayotgandek holatidan g'amkin bo'ladi. Mana shu topda chidamsiz mahbub, vafosiz yor do'stlarning yoshurun sotqinligi bilan oshkora masxirlari o'lmas iblisning o'lgan odam alayhissalom ustidan qaqoqlab kulib, tani bilan bir mahal tantana qilganligidek zaharxanda ruhiyat hosil qiladi. Dilbirim har qancha holatdami o'g'iz suti bilan barobar pok va muqaddas tunji muhabbat sharobimning hurmatini yerga urma. Raqiblarimga nafratlanaman. Ularning pushti jamoatimi ularni unutdi. Ammo sana nafratlanishni dushmanlarimdan o'rganmak menga nomus. Danishman tun qorong'usida sana qiyirgan yavu to'g'raqdek ko'rinishi mumkin. Tang sho'lasi ostida uning oltin sumurg'liqini anqira olaysan. Ha, u oltin sumurg'. Tanha, biroq million yulduzni yaratquchi qalb kamolatining injeneri. U do'zax o'tida kuyib tursa-mu, xaloyiqqa jannat darvozasini bishorat qiladigan qaysar. Uni iqlimning jiroq ufqidan yoki Maytiri bilan Imom Mahdi oxir zaman rivoyatlaridan izdama. U o'z qishingda, onun ruhi o'z izingda jahon kezidi. Yana bir tema muhabbat tangrilik tuyg'ulari. O'zlik ziddiyatchan dunyoda birlik, ya'ni vahdatni bilishni, vahdatga yuzlanishni talab qiladi. Muhabbat uning shirin mevasi va yalqinliq tiniqidir. Muhabbat xufiyona oshiq va ma'shuqlikdan toki koinot tartibigacha keng qo'llanilgan ibora bo'lib qoldi. Qadimgi griklarda intilxiya deb atalgan bu intilish tasavvuf tafsirlarida Tangri insonni bino qilishdan ilgirla vahdatul olamda bo'lgan. U Tangrining xoliqul inson faoliyatlariga ilhom solgan. Muhabbat ulug' olam va odamning intilishi, koinot muvozinati va insoniyat kamolatining terkiki. Qushqallarning shundoq sayrab ketganini. Wow. Muhabbatni o'qisam shundoq sayrab ketadimda, qandoq, ha? Har bir jonliqda muhabbat bor. Muhabbat ulug' olam va odamning intilishi, koinot muvozinati va insoniyat kamolatining terkiki. Manfi musbat zaratlar qo'g'lishib, motorning cho'rgilishi mana uning timsoli. Muhabbat inson uchun koinot nizomidir. U insonni hayvon bilan emas, balki inson bilan, ot bilan emas, balki ot minguchi bilan, ot yemi bilan emas, balki ma'naviy oziq bilan, o'lim hijroni bilan emas, balki abadiylik visoli bilan qo'shish yurishidan iborat. İnsan özünün adamligi bilan
Havvoni söýüşke haqliq. Bundaq muhabbatda agar u haqiqatan muqaddas ruhiyat qo'shilmasi kamolida sodir bo'lsa, insonning tangirlik tuyg'ulari chechaklagan bo'ladi. Uni bigona va jinoiy ko'z bilan ko'rmak mansubdir. İnsan özünün insonlik qadr-qimmati, zihni iqtidori va fozillik utuqlarini söýüşi lazım. U insonning insonlik iqrori, shukronasi va qasidasidir. İnsanның tabiat va uning hamma mo'jizasini söýüşi darkor. Tabiat va mo'jizat koinotning teni. İnsanның böşki və dərsxanısı, vəhdəti aləm, muhabbeti aləm yana vəhdət. O, özlükni tepiş yoladaki baş karvan. Muhabbətsiz həqiqi özlükni, özlüksiz həqiqi muhabbətni qiyas qılalmayman. Özlük şuatisi, yoki özlük dul-dulisiz insan özünün ilahi qimmatiga erişelmeydi. Kamalat mehraciga kötürelenmeydi. Sermayedar tülke, hüsndar tiyin, hukukdar şir, tedbirkar yaltırak yılallık pellesidin çatlıyelmeydi. O nöl bilen yokluktin kelip yana yoklukka nöl bilen qaytıdığan sözmen. Xuşpiçim hayvan, yani Erik Frommның sözü bilen etqanda hayvanat bakçısıdaki maymun bolup qaladı xalas. Muhabbet atdı mı? At mingüçüdü mü boladı? Muhabbette iki şart şu ki, sen özlük makamedeki kamil pazıl kalbini izde. Özüngmü kamil pazıl kalp egisi bol. Bu atqa mingan ve öz mahiyetlerini tuğ qılgan malika bilen şahsadi bolup, at mingüçü işiq babıdı mı, at rızkını yemesliki lazım. Muhabbetini at oyunu qılıp qoyuş nomus. Etrafqa nazar sal. Muhabbet sörtini kötürüp, söygü namını setip yürügen ve məngü kamil qalib encu mənida işıqtin müşaire körmegen at tıpırlaşlırağa. Ularning sörtide rəngdar lay, qalbide erzimas taş barlıqını özdürümü yaşıralmaydı. Aldaş bilen yengil tekliktin qoşulgan iki illetni yanıla bir məhəl üstüge gül taşlangan hayvani xiris, qopallık bilen çeki körünməz dil azarlık tizgillab turadi. Bundaq nadallık hakimlik qılgan muhabbet sen üçün nikah perdesi astideki payişxanaga yoki eyiq öngörüge qamalganlıqtin özge neme bolatdi. Muhabbet ayal üstüde iki həssi muhabbettir. O məhbub söygüsidin başqa yana insani muhabbettir. Bu muhabbetning mihraj kursida manfi ilahe, yani ayallık kamaleti turadi. O qadam ibtidasida umaqqana qizchaq, manzil intihasida mehribon momay qiyofatida chaqnaydi. Onun baxti sen turgan kamalat taxtiga, onun azatlıqı qalbingda lapildigan azgülük bayraqiga bağlıq. Bunu onun sana nisbati tariqisidimi shundaq deyish mumkin. İnsan tug'iladi. Amma sen bir chavandoz shakling bilan qayta takrorlanmaysan. Cennet gülleri bilen dozaq yalqınlarının farqini köz qarchqungdan elip ketken şerin söygü gapıllıqıda tülke, tiyin, şir, yılanның daqiqiliq yoki ömürlük mahbubi bolup qaldыңmı? Boldi bəs. Sen özlük aynikide nazar salsın, dozaqda örtengüchsin. Esingdan chiqmasin ki,
haqiqiy qalb jannatining sherin kavsiriga tashna ekansan, uni jannat maqomliq qalbdan izda. Kavsar qachilangan idishning shakli pakli bilan koring nima? Chunki o'yg'onganlar to'limi oz va ular xeyli yo'l yurgan. Bilginki, insonning yetilish yo'lini sizib bergan donishmandning nurani simasini uning mingan etidan izdama. Uni sen izda. U ot minguchilar bilan otni qandoq minishni o'rgatguchilar qatorida. Ularda oddiy tuproqdan muqaddas tangrigacha bo'lgan butkul borliq mujassamlangan. Shunchalik chiroyli chiqyapti bu quyosh. Darab kestaychi. Yana bir tema. Go'harga dassab turgan ko'r gaday. Go'harga dassab turgan ko'r gaday. İnsan yig'lab tug'ilib, jafo bilan yashab, hasrat bilan o'ladi. İnsanning sirlari uning munojat ilohiya qubbisida emas, balki o'zlik bashariyat yuksakligida. Vahdatdan tashqari hech narsa yo'q. Bir bo'lmaganda tuman bo'lmagan bo'ladi. Barliq bo'lmagan bo'lsa, yo'qlik haqida eg'iz ochqili bo'lmaydi. Demak, yo'qlik barliqning ko'z oldingda yo'qligi. Hijron visolning shu daqiqada yo'qligi. Ochliq to'qliqning shu chaqda yo'qligi. Xastalik salomatlikning tanda yo'qligidir. İnsan gühersizlikten gaday emas, çaresizlikten bichara emas, qudratsizlikten ojiz emas. U qul, ammo buning vaji erkning mavjud bo'lmaganligidan emas-ku oxir. İnsan havo guldirliganda o'lishib, tovlishib munojat o'qishdi. U endi ko'kda parvoz qilishning mumkinligini bildi. İnson yo'qma kasallikka zar yig'lab qurbonlik qilishdi. U endi o'zini davolashning imkoniyatlarini ko'rdi. Alohizal mumkinlikning muqarrarlik bilan bo'lgan aloqalari uningga pichirlamoqda. Bu ulug' o'zlikning peshayvinida sodir bo'lib atgan hodis texi insonni o'zlik sariyiga elib kirgani yo'q. Tushan, hamma taqazzo qilg'uchi xosiyatlari bilan taqazzo bo'lg'uchining yenida. Tilaklaringning nijodiyati sen ruku qilgan mehrobda emas, sajda qilayotgan chavandos elkedi. Tilaklaringning sababkori ojizligingdir. Ojizliging dengiz suyini orqaga yondira oladigan ulug' kuch qudratning tog' holatidan qum holatiga parchalanganligidandir. Uni parchalagan sen o'zing. Sening nafsing, tamaxo'rliging, o'zgini oni tepish niyating, och ko'z hasting, nodon va tarsoliqing, o'zing yasab, o'zing iqtida qilgan lot purish qo'rchoqlaringga bo'lgan xufiyona qo'lliqing. Parchalanding. Parcha at nafsingni a'lo bilib, bir butun qalbi komil ot minguchi mohiyatlaringni tilim qilavatding. O'zlik aynigingni sundirib, insoniy birdaklikka yilondek nashtar sanjib, sen o'l, men yashay yo'liga tushding. O'limalaring uzun bo'yliq qotil iblis talatida tarlimakda. Umid orzularing talqon bo'lib, qumdak darg'azab g'ichirlashib
jang jidal jangohiga uchishdi. Neyza avtomatlaring uning tarsa cho'qallari. Qara, olamning nurani gultoji inson. Ish amalinga qara. Yirtqichliqda go'shxo'r yavoyi hayvonmi sendan o'zini tutgan? U to'qliqda muloyim, sen asabiysan. Oxiri hasrat dosh qozonining ostiga tashlangan xashakdinmi qadirsiz ko'yayotganligingni ko'rib nola qilasan. Sen insonligingning osisi, kamolatingning qotili, turmushning bulg'angan binazar axlati. Bu taqdiringni o'zing tuzding. Ateşin, amma nafsani istak bilan tentakliklaringda allaqanat chiqarib tuzding. Taqdiringdan zorlanma. Taqdiring azallik lavhasida. Yulduzlar saylisida. Pishoning sahifasida va yoki Tangrining rahmi shafqati, qahr g'azabi ushqunlarida emas. U muhabbat nafratga to'lgan bu olamda. Balki u sen yo'qotgan, sen izlab yurgan, sen ko'tirib yurgan narsada. İnsani qimmatingning qismatlarida, qalb daraxining mevalarida. Jahon seni aql idrok yo'li qilib ichildirg'icha qancha yulduz ömrü ketdi. Sen jahonning o'zini tepish yo'lidagi bir parcha hikmat ayniki bo'lmaqing joiz edi. Sen barliqning gulshini, sirlarning oshqishi nasibasida olamga kelding. Hamma iqtidoringni butkul vujudingga o'rinlashtirib, o'z tizginingni o'z erkinga bergan. Aql izda, aqlni o'zlik kamoliga boshla. Aql kitob sahifalarida tavlangan o'lmas ruhlar qatorida, tajriba jarayonlarida pichirlagan dunyo uchurlarida, turmush takrorliqida nigorini ko'rsatgan hikmat julolarida, tafakkur bilan tasavvur kanallarida. Bilginki u yeningda, nadonlikning lachin ko'z qopchuqlariga, g'azablaringning yilon nashtar tili ostiga, tarsoliqning ot tuvoqlari tegiga ko'milgan. Hamma narsani ko'mgan va uning muhtojligi sahrosida ichirqab chanqab yurgan insonda na bayoshatliq, ovatliq, na go'zallik baxt, na sivilizatsiya kamolat bo'lsin. U tor nazar ufqida, puchuq yarmaq to'shkida chashqan kutib yotgan mushuk mubolag'a qilgandimi mo'lin xolos. Ay, go'harga dastlab turgan va go'harni farq qilolmagan ama bichora tilamchi. Seni go'har ziminga, go'har sezar iqtidorga ega qilgan dunyo seni inson, go'harni tosh deb otmaganmidi? Amdi muhtinga qara. Vahimi bilan bexudlik, tamaxurlik bilan besimxo'rlik, qulluq sukti bilan quldorlik, kibri havasi, ochko'zlik bilan isrofxo'rlik, qisqasi kamolat mizonidan chatnigan g'alati ruhiyat. Mana sening umr muhiting. Bu muhitki sen qotil bilan o'lgichi, o'g'ri bilan bulangchi, yolg'onchi bilan zo'ravon, jinoyatkor bilan rohib. Seni o'lgan yoki kishilik dunyosiga texi to'ralmagan davalay desam, sening tashlagan zaharlik qoldiqlaring hayot chimanzorligini bulg'abatdi. G'alitiligi shuki, bu tashlandiqlar odashtirg'ichi soxta kristaldek
qalbi ojiz ko'zlarga jilba qilib, uni o'ziga mahliya qiladi. Ko'zingni och. O'z muhitingni va o'z qudratingni bayqa. Wow. Dal quyosh o'ltirganda bobni tugitibdiq. Men kitob o'qib edim, sizlar anglag'ash chiroyliq manzirdan bahra oldinglar. Shukronlar. Ma'qul amsa bu asarningki eng oxirgi bo'limiga diqqat bergaysizlar. Xayr xo'sh. Wow. Nim degan chiroyli, nim degan go'zal, nim degan go'zal. Shukronlar. Shukronlar. Hiç,